Assalamu alaikum everybody. Demek bugün sizler bilen informal letterimizin request türünü görüp çıkamız eken. Bu letter türümüzde bize dostumuzdan biror bir narsa talep etip informasiya sorab yazışımız gerek болады. Bu bilemiz task 1.2'ga giradi. Task 1.1'da ise bize şu bir kim bizlere xat yazgan bolsa, şu insandan ya bo'lmasa şu jamoadan bir narsa sorab yazışım gerek. Endi bu letter türümüzde bize dostumdan sorab yazışım gerek. Demek eventni analiz etib chiqadigan bo'lsak, you want to join a local sports club, you received this letter. Sport klubda qatnashishni xohlayman, shu yerga qo'shilishni xohlayman va shu xat keldi menga. Dear applicant, thank you for your interest in our club. Please let us know what information you need regarding membership, schedules and facilities. Bizlar aytib tutdi, qadrli nomzodimiz, bizlarga qo'shilajak inson, qadrli qo'shilajak inson. Rahmat, sen bizning klubimizga qiziqish ko'rsatganing uchun, lekin iltimos, nechik sana informatsiya kerak bizning klublarimiz haqida? Membership haqida kerakmi? Jadvallar haqida kerakmi? Ya bo'lmasa facility haqida kerakmi? Agar informatsiya kerak bo'lgan bo'lsa, bizdan polni so'rab ol deb aytib qo'yibdi. Keyin endi do'stima yozadigan qismi nechik bo'ladi? Write a letter to a friend asking if he or she knows anything about the sports club and whether he or she would like to join with you. Demek bir aytib qo'ydi, do'stimga xat yoz, so'rab, agar u sport klub haqida bir narsa biladimi, bilmaydimi, shu biladigan narsalarni so'ra va shu bilan birgalikda u sen bilan qatnashni xohlaymi, xohlamaymi shuni yozing. Ama endi biz sizlar bilan sample answerimizda do'stimizdan biror bir informatsiya talab etsak da nechik so'zlar foydalanamiz, nechik grammatika kerak, nechik linkerlar kerak, shuni ko'rib chiqamiz. Demek endi bizning sample answerimizni birma-bir ko'rib chiqamiz. Do'stga yozilgan request letter bo'yicha. Demek hey John deb ketaverdik, dear John desak ham bo'ladi. Ismini yozib turib, it has been quite a while since we last talked. Demek bu bizning oxirgi marta gaplashganimizda ko'proq vaqt bo'ldi degan. Quite a while. Ko'p vaqt bo'ldi. It has been. Har doim present perfect zamonda beriladi. Yodlaringizdan chiqarmasin. Uje o'tib bo'lgan ish harakatni hozir biz aytsak bo'lsak present perfect bo'ladi. Ko'p vaqt bo'ldi biza oxirgi marta gaplashganimizdan beri. I'm seriously considering joining a local sports club. Keyin shunda seriously degan so'zimiz bor. Seriously. Men rostdan ham o'ylanib turibman bu klubga qo'shilishni. Shunda seriozniy tarzda, jiddiy tarzda degan ma'noda emas. Rostdan ham deb tarjima etib ketamiz. Agar seriously jiddiy tarzda deb yodlab qo'yadigan bo'lsangiz, bu so'zni umuman letterlarda ishlatib bilmaysizlar. O'zi uni aniq konteksti really degan so'zimizga borib taqaladi doğrusu. Seriously. İşletishimiz mumkin. Really nomanda. Really diyecekmizse, really'ni chopib turamizdan seriously'ni qo'shib ketaveramiz. Mesela, I am really grateful deyishim mumkin. Shora gratefulni, really'ni yo'qotib berib turib, biz seriously'ni qo'ysak bo'ladi ekan. Qo'shilish haqida dum o'ylanib turibman men degan gap bo'ldi. Biroq I have almost no idea. I haven't got deb yozsak dum oddiy bo'lib ketadi. B1 уже to'liq darajada bo'lib ketadi-da. Shuning uchun I have almost no idea. Deyarli hech qanday ideya yo'q. Deyarli degan so'z, deyarli ravish har bir gapimizda yana ravish qo'shib ketdik. About how things work there. Haqida vedagi narsalar nishatib ishlash haqida, nechik sistema bor haqida umuman menda ideya yo'q. By any chance. Keyin shunda by any chance degan so'zimiz bor bizning. Chotki linker bo'lib bo'ladi bizlarga. By any chance. Requestlarda ishlatiladi bu. Perhaps yoki bo'lmasa probably. Bu no degan endi. By any chance degan mabodo deb tarjima etamiz. Agar tarjimasini qiynalsangizlar, mabodo. Ya'ni men do'stimdan biror bir narsa haqida so'rayajak bo'lsa, shu so'rajak narsamni gapini oldina by any chance deb ketsak bo'ladi. Mabodo, do you know anything about their membership options or the kinds of activities they can offer? Ular taklif qila oladigan aktivitelar turlari yoki bo'lmasam a'zolik tanlovlari haqida biror bir narsa bilasanmi mabodo deb so'rab turibman. Men oldingi darslarimda aytib o'tganman, so'rab gap ishlatilmaydi. Qachon? Agar biz formal letter yozib turgan bo'lsak. Informalda ishlatishimiz mumkin, lekin oz miqdorda, lekin natural chiqishi kerak. Mabodo degan so'zimizni diq berib izini so'rab gap ishlatsak, chotki natural bo'ladi bu narsamiz.
İndi bizə sən biləsənmi, bilmisənmi deyə savol verdik. Ötəmiz keyinki paragrafımıza. Sən nə olanı biləsən, şu an aytma, indi nə bilişimni, xallaşımı dostuma sorab alışım gerek. If you have been there before, əgər əldilləri də boğan bolsan, sən şöyle sport kluba azal boğan bolsan, I would really appreciate your thoughts. Sənin fikirlərini rastlanam qatırlağan bolar edim. Especially what the training sessions are like. What the training sessions are like. Bizə də şu çok bir formula babalı. Bu neçik? What plus subject to be plus like. Bu bizə də qanday ikənligini deb tərcümə edilir. İşə gəpimiz bizə də biror bir nərsəni qanday ikənligini deb tərcümə etimiz ekan. Ko'pchilik buni nishad tərcümə etadi, like-ni o'xshash deb tərcümə etadi, what-ni nimaga o'xshash ekanligini deb tərcümə etadi. Lekin unda ma'no chiqarish qiyin. Bu yerda biz nechun how'ni qo'ymadik? Qanday degan so'z bor, o'zi qanday ekanligini degan ma'no chiqib turibdi. Nechun how qo'ymadik deb so'rashlaringiz mumkin. How har doim bizada fe'lli gaplarda keladi. Qanday qilib degan o'zi how'ni bizada ma'nosi. Masalan, aytishimiz mumkin, how is the school? Biza maktab qanday deb hech qachon savol berib bilamiz. What the school is like desak, maktab qanday degan ma'noni bildiradi. Ya'ni biza pulni maktabni nechik ekanligini so'rashimiz haqida gap ketganda. Shunda biza biror bir narsani qanday ekanligini degan ma'no keladigan bo'lsa, what'ni qo'yib turib, shu narsani o'zini yozamiz, isini, to be'sini qo'yib, like'ni qo'yib ketaveramiz ekan. And whether the facilities are actually worth it. Va verdagi qulayliklar meni qo'shilishimga arziydimi yoki arzimaydimi? Shuni ham aytmanga degan gap bo'ldi. And moreover, buni ustuna, if you are interested, we could even join together, which would make the whole thing far more motivating. Take talk soon Tom. Demak, bir aytadi, buni ustuna уже biz ending qismimizga keldik, qisqacha aytib. Agar sen qiziqadigan bo'lsan, o'zi do'stimizdan endi oxirgi narsani so'rab olishimiz kerak. Men bilan qiziqasanmi, shora borib qatnashmoqqa yo qatnashmaysanmi deb. Agar sen qiziqadigan bo'lsang, we could even join together. Hatto biz birga qo'shilishimiz mumkin. Qaysiki, shu bizani ikkimizni qo'shilganligimiz polni butun bir narsani, polni jarayonni far more motivating, juda ham qiziqarli qiladi. Shunda far more degan so'zimiz bor bizani. Far more. Far more. Far more'ni biza to degan so'zimiz bilan sinonim doshati foydalansak bo'ladi. Judayam deb beramiz-ku biza. Judayam chotki bo'ladi. Masalan, bu yerda aytib biz ana shu ikkimizni qo'shilganligimiz dum chotki bo'ladi, dum motivatsionniy bo'ladi deb aytib shu yerda bizlar dum juda degan gapni o'rnina, bu to qo'yishni o'rnina biza far more'ni qo'ysak bo'ladi. Masalan, I am far more beautiful desam, men juda chiroyliman desam. Keyin aytib bo'ldik bularni. Talk soon. Qaranglar, men o'zi avvalgi informal letterlarda doğrudan-doğru bir take care and stay safe deb ketaverdik. Sog' bo'l, sog'-salomat qol deb o'zimizni otimizni yozib ketaverdik. Lekin nechun bu safar o'zgardi? Nechun deydigan bo'lsam, bir request letter. Ya'ni do'stimdan so'rab turibman, bu menga yana yozishi kerak. Ya'ni talk soon degan yana gaplashamiz degan ma'noni anglatadi. Shuni o'rnina sizlar talk soon o'rnina talk soon sizlar shuni catch up later degan so'zni ishlatsangiz bo'ladi o'rtoqlar. Ya'ni yaqin orada keyinroq gaplashamiz degan. Nechun deydigan bo'lsak, request so'rab turibman ulardan, bu menga yozishi kerak. Shuning uchun talk soon yo bo'lmasa catch up later degan so'zlarni aytib ketamiz ekan. Demak, o'rtoqlar, bugun sizlar bilan do'stimizga yozadigan requestimizni ko'rib chiqdik. Nima kerak bizga, qaysi yerda nima foydalanish kerak, birma-bir ko'rib chiqdik. Agar keyingi letter turlarini formal yoki bo'lmasam bir informal letter turlarini chuqur etib o'rganib, chotki rezultat olishni xohlasangizlar, bizani kuzatishda davom etinglar.